jinsli differensial tenglama. Demak, mana shunday differensial tenglama berilgan bo'lsa bizga, agar f at x ty f at x y ga teng bo'lsa, bu tenglamaga bir jinsli differensial tenglama deymiz. Tenglama deyiladi. Bunda demak y taqsim x barobar z. Zimiz x ga bog'liq funksiya. Y barobar zx, y shtrix barobar z'(x plus z almashtirish olib misol ishlanadi. Misol aytaylik, ya'ni y shtrix barobar x plus y taqsim x minus y bo'lsin. Mana demak f at x y'imiz, demak x plus y bu x minus y. Bunda mana demak f at x ty. Bu yana o'ziga qaytib keladi. Demak, berilgan tenglama bir jinsli tenglama ekan. Bu yerda demak mana bu almashtirishlarga ko'ra bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Demak, z' x plus z barobar x plus zx taqsim x minus zx. Bundan demak z'(x plus z barobar 1 plus z taqsim 1 minus z bo'ladi. Bundan ham z'(x ni topadigan bo'lsak, demak 1 plus z minus z plus z kvadrat taqsim demak 1 minus z bo'ladi. Ana endi demak nima bo'lib qoldi bizda? Demak z'(x barobar 1 plus z kvadrat taqsim 1 minus z bo'ldi. Bu demak x dz taqsim dx desak 1 plus z kvadrat 1 minus z. Bundan nima bo'lib qoladi? 1 minus z taqsim 1 plus z kvadrat dz dx taqsim x bo'ladi. Buni ham demak integrallasak 1 minus z taqsim 1 plus z kvadrat dz natural logaritm x plus s bo'ladi. Xo'p, endi bu integralni yozadigan bo'lsak, bunday deb yozib olishimiz mumkin. 1 taqsim 1 plus z kvadrat dz, bunisini minus 1 taqsim 2 d, demak z kvadrat plus 1 taqsim 1 plus z kvadrat natural logaritm x plus s. Xo'p, demak bu demak arc tangens z minus 1 taqsim 2 natural logaritm 1 plus z kvadrat minus natural logaritm x barobar s bo'ladi. Xo'sh, demak arc tangens buni y taqsim x minus natural logaritm 1 plus ne deb yozsak, demak arc tangens y taqsim x minus 1 taqsim 2 natural logaritm 1 plus y taqsim x ning kvadrati bo'ladi. Demak minus natural logaritm x barobar s. Mana shu demak berilgan tenglamaning umumiy integrali bo'ladi.